Assalomu alaykum avvalambor. Hoji akam sizni akangiz ekan-a? Xo'javoddan ekan-a? Xo'javodni bozorida arava itaradi dedi, rostmi shu? Xo'javodni bozorida arava itarasizmi? Ismi nima? To'xtasinboy aka. Necha kirdi? Alloh umringizni bersin. 56-yil, 70. Hozir ham ishlaydi. Shu men eshitdim, menga Xo'javodda telefon qildi-da. Shu hoji akami men bilan birga ko'rishibdi-da, haligi mehmondorchilikka borganda. Shu hoji akami bir xalqqa, bir odamlarga ibrat qilib bir video qilib bering deb taklif qilishdi. Shu arava kashlikdan to'plagan puli bilan umraga kelibdi, rostmi? Shundaymi? Allohim ajringizni bersin. Mana shunday qilib bozorlarda shu yoshda mana ulug' yoshlarga yetibsiz. Odam yig'laydigan holat o'zi asli. Mana shunday qilib bir umralar kelibsiz, maqbul, mabrur qilsin. O'zi men hali mehmondorchilikka Zuyufga olib borganimda ko'rishib qolibdi siz bilan. Keyin menga telefon qilishdi-da, bu Xo'javodliklar. Shu hoji akamizni To'xtasinboy aka ekan, mana ismi. Bir ibrat qilib insonlarga mana shunday yoshlarda bozorlarda arava itarib, pul to'plab umraga ketdi deydi. Allohim ajringizni bersin. Alloh jannatlarda jamlasin bizni, sahobalar bilan jamlasin inshaalloh. Havas qildik inshaalloh insonlarga bu narsalar, bu qilgan ishlaringiz ibrat bo'ladi. Pochka dollari bor, seyfida turgan boylar ham kela olmayapti. Mana shunday insonlarga inshaalloh ibrat bo'ladi. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ha. Kampirni ham olib kelgan. Yo'q, hoji ham shu yerda. O'zi olib kelganmi hoji ham? Voy, mashallah, mana ayolini ham hoji ham olib keldi. Hoji hamga ham rahmat. Siz bilan mana bir umr yashab nechta farzand ko'rishdi? Bitta, ikkita nevarasi bor. Bir qizi, ikkita nevarasi, bir qiz bor. Alloh umringizni bersin. Inshaalloh jannatlarda jamlasin hali. Alloh subhanahu taolo sahobalarda huzurida, payg'ambarlarda huzurida, suhbatlarida bo'lishlik hammamizga mana shunday masjidga kelib aka-uka bo'ldik.